Assalomu alaykum China Motors muxlislari. Xo'p, biz oldinroq bir obzor qilgandik. Ko'pchilik negativ fikr bildirdi. Fikrlaringiz uchun katta rahmat. Biz xursand bo'ldik. Har qanaqangi fikrni kommentarlarni o'qib biz xursand bo'lamiz. Kimdir haqorat qilgan bo'lsa qiziq emas, asosiysi siz befarq emasligingizda. Qarshimizda turgan Jack GS6. GSlarni bizda mavjudi GS6si bor va 8i bor. Bizdagisi bu 6si. Crossover motori buni 1.5 turbina. Keyin ochig'ini aytadigan bo'lsak, bu yangi texnologiyalar asosida qilingan, yuqorida dnevniy огни, pastda esa yo'llarni yoritish ko'zlar bilan jihozlangan. Bunda adaptivniy kruz kontrol bo'lmaydi, lekin kruz kontrollari bor, hamma narsasi bor. Agar mashinani yopadigan bo'lsak, ana orqa stoplari e'tibor berib qarang, bu haqiqatdan ham o'zgacha bir odamga bir kayf beradi, gapni ochig'i. Bagajimiz agar pult oldingizda bo'ladigan bo'lsa, ochiq holatda bo'ladigan bo'lsa, mana bunday oyoq bilan qilgan paytda ham mana bagaj ochishingiz mumkin. Bu ham bir odamga qo'shimcha bir emotsiya beradi. Yukxonamiz juda keng. Xo'p, agar men o'zimni mana shuni ko'rsatib beraman. Mani bo'yim 1.80 bo'ladigan bo'lsa, mana shuni ichiga sig'amanmi yo'qmi shuni ko'rsatib bermoqchiman. Umuman olganda men bemalol sig'ar ekanman. Mana bu xalaqit beradi. Agar bu shtorkani yechib qo'yadigan bo'lsak, bemalol sig'aman. Va joyi ham qoladi. Bagajimiz polni elektroprivodda. Mashinamiz juda aqlli, xullas kalon. Ana endi buni yo'lda test drive qilib berib ko'rsataman va o'zimni ощущениямni sizlar bilan ochig'ini aytadigan bo'lsam, men avtosalon xodimi emas, shu safargi obzorim haqiqiy sotib oluvchi покупатель sifatida aniq tiniq obzorim, odzivimni qoldiraman. Umuman olganda bugungi mana odzivi iste'molchi sifatida emas, xaridor sifatida men real odzivimni qoldiraman. Короче, menda shunaqangi tanlov turibdi hozirgi paytda, yo Song Plus flagship olishim kerak, DMI, yo bo'lmasa shuni olishim kerak. Nimaga bu deb imенно aytishlaringiz mumkin. Masalan, Song Plus bilan buni urini boshqa-ku, to'g'ri, urini boshqa. Lekin bularda men bitta narsani aytib o'tishim kerak. Chiqib bo'laylik. Umuman olganda nimaga Song Plus bilan bu sravnit qilinyapti, tenglashtirilyapti, u yerda osmoncha farq bor deyishingiz mumkin. To'g'ri, ularni misol uchun kuzov jihatidan, shunaqangi jihatidan misol uchun kenglik, uzunligi bo'yicha misol uchun farqi bo'lishi mumkin, lekin ichidagi ощущение bo'yicha ochig'ini aytaman, men sizlar ishontira olaman, bir xil ощущенияsi men ochig'ini sezmayapman. Qanday deyishingiz mumkin. Misol uchun bunda obshivkalar koja, bu yoq ham koja, hamma joy koja qilingan. Song Plus ham ichi ham xuddi shunaqangi koja. Song Plus tomida ham xuddi shunaqangi panorama tom, lyuki bor, shtorkasi bor. Bunda ham xuddi shunaqa hech nima o'zgarmagan. Shuning uchun men bemalol sizlarni ishontira ayta olamanki, men o'zimni kelgan vыводim shuki, oxiri qilingan xulosam shuki, agar hamma narsa bir xil bo'ladigan bo'lsa, nima keragi bor? Yana aytaman, boshqa xarajat qilishni dedim. Bitta uni chempionni, bitta Song Plus flagshipni bitta afzallikli premussasi bor, u DMI gibrid bo'lganligida. Bitta eng katta Song Plusni eng katta yutug'i shundaki, u gibrid bo'lganligida, gibrid bo'lganligi avtomatik xarajatlar ancha qisqarib ketadi. 100 kilometrda u где-то adashmasam 4 litr, 5 litr yeydigan bo'lsa, buni xarajati 100 kilometrga 8 litr. Shuning uchun bitta premussasi qolgan hamma narsasi bir. Unda ham 5 kishi ketadi, bunda ham 5 kishi ketadi. Buni podveskalari men sizlarga ishontira ayta olamanki, buniki yumshoqroq. Jaklar podveskasi bo'yicha ancha muncha mashinani orqaga qoldirib ketadigan darajada zo'r mashinalar. Shuning uchun men sizlarga ishontira ayta olaman. Va buni men test drive qilgan paytimda, hozir test drive'da yuribmiz, bundan boshqa haydagan paytimda ochig'ini aytsam, men buni test drive'im meni boshqalarga nisbatan boshqacha bo'ladi. Qani rahm qilmasdan mashina haydayman. Tez, faqat kapat shu Beijingni ham shu real odziv qoldirgan paytda men aytib o'tgandim. 120, 140. Shu 120, 140 haydaganman dedi. Buni ham haydagan paytimda ochig'ini aytganda men kapat qilib bosgandim. Mashina juda zo'r, juda zo'r. Menga yoqqan tomonlari shu. Faqat bitta nosi bor, buni korobkasi variator.
variator korobka ochiqni aytsak injiqlikni qabul qilmaydi, ko'tarmaydi. Endi chempionlarda ham davay chempionni qo'yamiz. Umuman olganda hozirgi paytda Xitoy mashinalarining eng bir 90%, 90-95% hammasi variator korobka bo'lganligi uchun bular injiqlikni qabul qilmaydi bu korobkalar. Bular shunaqa umuman olganda mana shu farqni sezmadim va ko'rmaganligim uchun men shuni tanlov qildim. Qolgan nima deydi uni? Zapchast masalasiga to'xtalamiz. Zapchastlarga agar zapchast aytishingiz mumkin. Qolgan mashinalarning zapchastlari ko'p deyishingiz mumkin, olib kelindi. Shu bilan birga jakni zapchastlari ham o'zimiz sotyapmiz. Shuning uchun muammo emas. Chunki zapchast o'zimizning qo'limiz ostida, o'zimiz ta'minlab berganligimiz uchun men покупатель sifatida menga hozir yuragimni isib turganligi va yoqib turganligi jihatdan shu ma'qul kelib turibdi. Shuning uchun meni tanlov hozircha shunaqa. Endi men buni haqiqiy odzivlarni aytdim. Endi tavsiya o'laroq aytaman. Kimdir misol uchun qiziqayotgan bo'lsa, boshqa qilayotgan bo'lsa, birinchi men o'zim sotgan paytim 2023-yil Farg'onada Rishton tumanidagi bitta tadbirkor akamiz kelib, shundan olmoqchi bo'lganda biz bunga sotganmiz, aniqrog'i firmasiga olganda. O'sha odam olib ketganiga qancha bo'ldi? Bir 2023 bo'ladigan bo'lsa, 3 yilga yaqin bo'libdi-da. Endi 3 yil, 2,5 yil, 3 yil muddat o'tgan. Biz o'sha aka bilan bog'landik. Bog'langanimizdan keyin so'radi, "Aka, mashina qancha yurdi?" deganimizdan keyin u ham aytadi, 150 mingdan ziyod yurib qo'ydi dedi. Men aytdimki, "Nima ko'nglingizni qijil qilgan biror nima bormi?" Bitta narsasi bor edi, o'shani ham даже aytmadi u. Biz topshirayotgan paytda avtovozdan treylerdan tushirayotgan paytda bir joyni qirib olgandik, xasta qilib olgandik. O'sha ham даже esdan chiqib ketgan ekan. "Yo'q" dedi. "Mirzo uka" dedi, "Mashining zo'r. Bergan mashining zo'r. Men baraka topdim. Mazza qilib yuribman. Xarajatlari zo'r." Keyin men unga aytdim, "Aka, korobkani 100 ming bo'lgan paytda zubchat remeni bo'ladi. Shu zubchatkasini almashtirdingizmi, yo'qmi? O'zi zubchatka o'zi tursa bir 30 ming, 40 ming pul turadi. Agar o'sha uzilib ketadigan bo'lsa, ni day bog' uzilib ketadigan bo'lsa, xarajatingiz katta narsaga olib keladi. Keyin korobkani ochishga to'g'ri kelib qoladi. Shunaqa tomoni bor." Keyin men aytdimki, "Shu zubchatkani almashtirib ko'rdingizmi?" deganimga aytdiki, "Uka, men ustaga olib borib ko'rsatib, usta aytdiki, yo'q aka, hali 50 minggacha tortadi" degan maslahatni bergan. Shu gapni aytgan. 50 minggacha yana tortadi degan maslahatni bergan. Shuning uchun u aytdiki, "Yo'q, bir 200 minglab bo'lsin, keyin bir zubchatkasini almashtiraman" dedi. Endi biz ma'lumot o'laroq aytdik. O'zi kitobida 50 ming, 100 ming deyilgan. Ustalarimiz lekin sizni xavfsizligingizni o'ylab 70 ming deyapti degandan keyin, "Короче" dedi, "Men dedi o'z amaliyotimdan kelib chiqib aytaman" dedi. "O'z amaliyotimdan kelib chiqib aytaman. Amaliyot bo'yicha bemalol 200 minggacha yursa bo'lar ekan" deyapti. Xullas qalon shunaqa gaplar. Ana bu qisqagina bizni odziv edi. O'z fikrimizni bildirishimiz edi. Xo'p, summalarni ayting. bu mashinamizni narxi shu kunlarda 285 million 285 million so'mda. Mana eng yana bitta asosiy xaridor bo'lganligim sabab bu narxida. 280 millionga crossover va hamma joy koja bilan qoplangan, sun'iy kojalar bilan qoplangan, ana dajaram strochkalar hammasi tabiiy tikilgan. Daj mana bu yerda xolodilnik, shunday podlokotnik emas, bu yerda xolodilniklik bor va hammani monitorlar ajratilgan, sensorda. Bunaqangi komfortdagi mashinani 280 millionga topa olmaysiz. Mana shu kunlarda mashina uchun hamma avtosalonga bordim. Sapojnik besapog deganga o'xshab mashina qidirib, havalga ham hamma avtosalon changan, hammasini aylandim. Oxiri vitogi o'zim kelib chiqqan holatimda, chunki endi mashinalarni tushunamiz, xarakteristikalarni bilamiz, shularni o'rganib, nima qulayliklari bor, nimasi hammasi sravnit qilganimdan keyin menga ideal tushganligi shu 280 millionga men shunaqangi crossover olyapman. Crossover ham shunchaki tupoy crossover emas. Hammasi ruchnoy, yana unaqa emas. Zo'r paldamochi, elektroprivodda, oynalari avtoda.
avtoda. Men bir ikkita crossoverlarni ko'rdim. Bundan narxiga 290 million, 300 millionga yaqin boradi. Oynalari avtoda emas. Hammasi qutasiz bosib o'tirasiz, ko'tarasiz shunaqada. Va ana buni datchiklarni ko'rganimizda hammasi sensorda. Ana bu nuqtalari bor-ku, blok upravleniyasi shunaqa hammasi sensorda. Shuning uchun menga eng premusfas, eng afzal tomoni va hammaga yoqadigan eng zo'ri plus tomoni shu bo'ldiki, bu mashina narxi 280 millionga olyapman va xarajatlari ham yaxshi. Mashina o'zini tutishi, yurishi, men o'zim bevosita test drive qilib haydab olib kelganligim uchun bunga yetadigan, aniq o'tadigan, pulimga yarasha topadiganimni topmaganim uchun shuni qaror qildim. Inshaalloh shuni dadamga sovg'a qilsam, buni ham SMM komandamizdan so'rab qilib qolamiz. O'shani men video qilib ko'rsatib beraman. Inshaalloh bilan duoda bo'lib turinglar. Pastda nomerlarimiz bo'ladi. Aloqaga chiqing. Agar test drive qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, haqiqatan ham shu Mirzoning gapi to'g'rimi, yo'qmi deb keling, o'zimga uchrashing. Mana shu 3-etajda bo'lamiz. Uchrashing, men sizga test driveni qilib beramiz. Menejerlarimiz javob beradi. Bu mashina short spravkada, yana kimnidir nomida emas, generalni emas, short spravkada olasiz. Zapchast bo'yicha muammo yo'q. Narxi hozir buni arzon bo'lganligida 280 million. Menimcha zo'r narx.